Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ham yakunlab oldik. Bu obyektimiz Namangan viloyati Norin tumanida bo'lib turibdi. Xudo xolasa mana bir tanishtirib o'tamiz. Ajoyib holatda chiqdi. Birinchi o'rinda razmeri bu eniga bunaqasiga 1.60 bo'lib turibdi. Uzunasiga 350 uzunasiga 350 bo'lib turibdi. 355 ekan, 355. Xudo xolasa hamma yo'q chiroyli holatda chiqdi. Bizga uyda egasiga yoqdi. Endi sizlarga yoqadimi yoqmaydi, buni kommentariyada albatta qoldirib o'tasizlar. Bir tanishtirib o'tamiz. Bu hammomimiz uyda ichiga joylashgan bo'ldi. Misol bu tomonda, bu eshikdan bu yoqqa kirganda spalniy bor. Bu uyning ichiga joylashdi. Shuning uchun ixchamgina, shinamgina bo'ldi. Razmerlarini aytib o'tdik. PVX paneldan bo'lgan, polni devorlarimiz PVX paneldan bo'lgan. Ko'rib turganlaridek, pataloylarimiz dekor plastdan bo'lgan. Bitta kattagina lampa qo'yilgan yorug'likni yaxshi berish uchun. Aristonlarimizga o'tsak, bu 50 EPA firmasidan olingan 50 litrli Ariston bo'lib turibdi. Ariston, bu yerga avtomat shit qo'yib ketganmiz. Har bittasini bezopasniy bo'lish uchun mana отдельный uстановка qilingan. Hammasiga отдельный tuk tortilgan, to'pli pol, Ariston, razvedka kulchatir, uzu avtomatdan ham foydalanib ketganmiz. Xudo xolasa bezopasniy bo'lish uchun eshiklarimizga keladigan bo'lsak, 80 ga 1.92 metr bo'lib turibdi. Eshigimiz bu yerga eshikdan kirgandan keyin o'ng qo'lga aytib o'tganimizdek 50 litalik Ariston, pastda motor, isitish tizimi, bu nimani, hammomni isitish tizimi to'pli poldan bo'lgan, to'pli pol ko'rasi o'rnagan. Ko'rib turganlar, bu yerga esa rakvina, shkafli rakvina. Bu yerga sensorli oyna qo'yilgan. Rakvinamiz 60 santimetrli rakvina. Bu yerga razvedka qo'yib ketilgan ikkitali, bittasi oyna uchun bo'lsa, bittasi esa soch-poch quritish uchun, fen ishlatish uchun qo'yilib ketilgan. Bu yerga sovun qo'yib, bu yerga pet sotuv uchun ko'lsa qo'yilib ketildi. Bu tomoni dush tomoni, dushovoy zona, ukuloni, kafelimiz ukuloni mana xudo xolasa ideal holatda. Bir tomchi suv ham turmaydi, shu yoqqa oqib ketadi xudo xolasa. 60 ga 60 matviy kafellardan bo'lgan. Bu tomonimiz polni, bu tomonga hech balo qo'ymadik iloji boricha dush tomonligi uchun. Bu yerga portichka bor. Portichkamiz 40 ga 60, 50 ga 60 ekan. Shunday portichka qo'yilgan. Bu portichka havoni almashtirish uchun, qish kunida portichkani ochib yurmaydi-da, bu tomonga vitishni qo'yib ketganmiz mana havo tortish uchun. Mana ishlayotgan holati. Butun torsda ishlaydi, buyog'i mana o'chadi. Bu yerga vitishni qo'yib ketdik, havoni tozalab turish uchun. Bu yerga esa fishilka. Bu tomonimiz dushovoy semisitr. Xudo xolasa ajoyib holatda. Bu yerga shampun sovun qo'yish uchun polga, trapimiz 60 santimetrli trapdan bo'lib turibdi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'ylab xizmatlar mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatlaridamiz. Yana nima qoldi? Xudo xolasa hamma yo'q tanishtirib o'tdik. Kimga nima maslahat kerak bo'lsa yoki kimdir shunday qildirmoqchi bo'lsa, bemalol tanishinglarga videoni jo'natib, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Xudo xolasa biz har bitta ishimizni to boshlanishidan bitgungacha qadar etap-etap videolarni qo'yib boramiz xudo xolasa. Xudo xolasa xuddi shunday bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpeskada bo'lib turinglar. Bundan keyingi ishlarimiz ham etap-etap boshlanib, bitgan xuddi shunday holatga
kelgunga qadar har bittasini attenni video qilib qo'yib boramiz. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.